To'g'ri. 21 bab 1969-yili kuzda to'g'riqliqqa qayta tarbiya elish uchun shahardan ziyoli yoshlar keldi. Ularni to'g'riqliqning harvi kishi Gongshidan elib kelgan edi. Ular 18-19 yoshlardagi 3 o'g'il bola edi. Ular yuk taqlarini ko'tarishib, xuddi boshqa bir dunyodan kelib qolgandek yumaloq bozorda atrofiga hayronlik bilan qarashib turardi. Bozordagi dehqonlarning qiziq bir ishni ko'rayotgandek chiroyi oftob ko'migan, beshiga qisqa choch qo'yib olgan bu bolalarga sinchilab qarashatdi. Shu arada 16 yoshli qovul bir o'g'il bola ularning yuk taqlarini eshak harvasiga besib, ularni daduga boshlab mangdi. Dadu ishxonasi oldidagi Kerim Axun degan dehqonning bir egizlik uyi karvat qo'yib tayyorlab qo'yilgan edi. Yerlik yog'ochchilar yasagan sirlanmagan bu karvatlar sal qo'pol bo'lsin pishiq edi. Yigitlar yuk taqlarini karvatga qo'yib, uxtab bo'lguncha Namat Shuji bilan Muavin Duyjan Abdug'ani Axun eshikdan kirib keldi. 40 yoshlarni oshgan Namat sal samirib qolgan edi. Beshiq badam do'ppa, uchisiga ko'nara xodani chapan kiygan bo'lib, soqolsiz chiroyi paqirib turardi. U ovozni ko'tarib, "Ha, mana ziyoli yoshlarimiz kelib qopti emasmi? Qarshi olamiz" deb yigitlar bilan ikki qo'llab ko'rishib chiqdi. Abdug'ani Axunmo ular bilan ko'rishgach, "Obdan kelishiblar, qarshi olamiz" deb qo'ydi. Ikkilan karvatga kelib o'ltirdi. Yoshlar ularning og'ziga qarab o'ri turdi. Daduyimiz mana mushundaq chat, qum bo'rini to'la, sharoiti jafoliq yer. Yuqorining siyosati bo'yicha har qaysinglar bu yerga kelib dehqonlar bilan birga turmush kechirib, heliqidek birga emgakka qatnashdi ekansizlar. Biz yuqorining siyosatini albatta qo'llaymiz. Sizlarga Abdug'ani Axun o'zi mas'ul bo'ladi. Emgak turmush ishlaringlarga u ega. Buningdan keyin har qanday gap so'zinglar bo'lsa, heliqidek uni izlasanglar bo'laveradi. Namat shundaq deb Abdug'ani Axunga qarab qo'ydi. Abdug'ani Axun ko'ngil chaklik bilan kulib, siyosat mushundaq bo'lmasa, har qaysinglar bu yerga uxlab tushinglardimi kelmatdinglar. Endi kelib qapsizlar, 1-2 kun orom elinglar. Tala tuzga chiqib yurtimizni u chatdan bu chatgacha ko'rib yiqinglar. Odamlar bilan tanishib elinglar. Biz degan dehqon haq, har qaysinglarga nima lozim, toza bilib ketmaymiz. Kamkota taraflar bo'lsa, desanglar qo'limizdan kelishicha hal qilib beramiz dedi. Orqadan u harva haydigan tayiqini tutib, texcha eshik tubida turgan harvikash yigitni ularga tanishtirdi. Mayitimning uyi mush atrofda, o'zi oyog'i chaqqan, kelishimlik bola, eti Rustam. Meni topolmaganda uni izlasanglarmi bo'ladi. O'zi qilalaydigan uni qilib beradi yoki menga yetkizdi. Endi shundaq bo'lsin. U Namat Duyjanning orqasidan chiqib ketib, Rustamni oldiga chaqirdi. "Mavu bolalarni avu Turdaxun Sayponing uyiga boshlab beringlar. Buguncha tomoqni shu yerda yeb tursin." "Ha, rost." Yigitchaqlar u kayniga burilib hangiqib qarab turgan ziyodi yoshlardan so'rdi. "Ancha-muncha osh tomoq etish qo'linglardan keldigandu? Mavu Rustam un bilan yog'ni akib bersin. Daduyning ombiridan bir tag'ir chambur bilan piyoz akilib elinglar. Meni buyurdi desanglar beradi. Amsa adidan tartib hamish o'zinglarga qoldi. Turmushinglarni sal izg'i selib olgandan keyin ondan etizga chiqsanglarmi bo'ladi." Rustam har oqshimi uyiga kelibla ajablanib so'zlab ketadi. "Bu bolalar qanday yerda cho'ng bo'lganda hech bilmadim. O'rnini yig'ishni, uy supurishni, o'choq o't qilishni bilmaydi ekan. Zodi hech qanday ishni qila olmaydi ekan. Men o'mash etishni o'gitib qo'ygan edim. Har kuni o'mash ichidim. Bug'doy uni bo'lgandan keyin xemir yug'urib lag'man etib yesanglar bo'lmamdi desam, lag'manni qanday etidi deb qarab turdi. Yana bir kuni non yoqtirib olsanglar bo'lmamdi desam, yana beshini qashlab turdi. Shuning bilan onam sizlarga non yiqib bersin deb buni elib keldim. Deginicha yerim xalta bug'doy uni bilan yerim xalta qo'noq unni onasining oldiga qo'ydi. Turmushning jabr jafosi ichida cho'ng bo'lgan Rustamga chiroyi qiz bolanigidek oq, kiyim-kechaklari pokiz, ammo put-qo'li qalampay bu bolalar bek g'alati ko'rinib ketgan edi.
Ammo Zeynep bu ishga hayron qolmadi. O'g'lining gapini anglab, o'zining kichik vaqtlarini esiga oldi. Ularni ayblayvermagina balam. Shaharlik kadrning balları degan shundoq bo'ladi. U yer bizning to'g'raqliqqa o'xshamaydi. Anam non yiqib bersin deb obdan debsan. Bechoralarning bu yerda hech nimasi bo'lmasa, qanday qiladi? Men xemir yug'urib qo'yib toza o'xshitib non yiqib beray. Shuningdan keyin Zeynep har qitim tonur qizdib non yaqqanda ziyoli yoshlarning nenimi yiqib beradigan bo'ldi. Ularni tamoqqa chaqirib xemir yug'urib pilt qilishni, yeyib kesishni, chamg'ur bilan qo'rim qo'rishni o'rgatdi. O'ttir bo'y yumaloqni kelgan Qaysar ismli bola xemir yug'urib lag'man etishni xeyli obdan o'rganib oldi. So'zlabda turgan egiz bo'y oq siriq kelgan g'ayrat tonur beshiga o'tib non yiqib beqib, voy bechor onam, mushundoq o't ichiga beshingni tiqib yiqib bergan nonlaringning qadriga hijab yetmabdi ekanman deb Zeynepni yig'iltiratdi. Ko'zoynak taqib olgan kam so'z yana bir yigitning eti Dilmurod edi. Hamrohlari uni Murod deb chaqiratdi. U suv to'shish, uy tozalash, o'tin yerishdagi ishlarni talishib qiladi. Uning yo'g'on bir sumka kitobi bor edi. Bekor bo'lsa, gapga aralashmay jimjit yetib kitob o'qiydi. 13 yoshlardagi bir o'g'il bola derazadan pat-pat mo'rlab uning qo'lidagi kitobga havas bilan tikiladi. U Rustamning ufqisi Ro'zaxon edi. 4-sinfni bitkizib yuqori o'rlab o'qiy olmay ormonda qolgan Ro'zaxon akasining darslik kitoblarini chala qo'ymay o'qib chiqqan edi. U to'liqsiz o'tir maktabning matematika kitobini yanchiqqa selib olib, emgak orliqida yerni chechab hisob ishlaydi. Fizikada ko'rsatilgani bo'yicha batareya yasab, dadisidan qolgan koni qo'l chirog'ini yiqib boqadi. Adabiyot darsligidagi hikoya, maqola, nasr, she'rlar uningga yodi bo'lib ketdi. U o'zligidan o'rganib yurib, kitobni o'zi qo'lda ishlatib, o'rgangan bilan muallim so'zlab berganini yodlab, o'rganganning osmon zamin farqi bo'lganligini bilib oldi. Shuning bilan qo'liga kitob chiqsa o'qiydigan bo'ldi. Bir mezgil Daduy qiroatxonasi ichilganda u yerga kirib barliq kitoblarni, hatto mavzu asarlarini birini qo'ymay o'qib chiqdi. U kimning qo'lida kitob ko'rsa eslib bo'ladi. Qo'liga bir olsa o'qib tugatmaguncha bo'ldi qilmaydi. U maktabning to'liqsiz sinifiga siyosat darsi beradigan muallimdan kapitalni oriyat ilib o'qib chiqqandan keyin to'xtamay savol so'rab, u muallimni xeyli avara qilgan edi. U diniy savod beradigan mullamning Allah, olamning yorilishi, do'zax va jannat, farishtalari, payg'ambarlar to'g'risidagi ta'limlarni, qadimgi janglar, palvonlar to'g'risidagi qissalarni o'zgacha bir tuyg'u bilan anglaydi. Bir mezgil 5 vaqt namozni qoldirmay o'qib, Sayboq bozoridagi Musa Axun qoriga talib bo'lmoqchi bo'ldi. Bozorga 2 qitim berib savoq ilib kelgandan keyin nemishqidir borg'isi kelmay qoldi. Bir kuni u Rustam bilan birga ziyoli yoshlarning yotiqiga bordi. Dilmurod karvotida kitob o'qib yotadi. Kitobning ismi Navoiy edi. U Murodning qo'lidagi kitobga havas bilan tikildi. Shuningdan keyin doim kelib derazadan maraydigan bo'lib qoldi. Murod bir kuni uni chaqirib akirib, "Derazadan nima deb maraysan? Bir ishing bormidi?" deb so'radi. Kitap bo'lsa, men ko'rib boqay degan, dedi Ro'zaxon duduqlab. Murod o'rnidan turib, karvatning ostidan yo'g'on bir so'mkani tortib chiqardi. "Qandaqroq kitob o'quving bor? Kitob bo'lsa bo'ladi." Murod uning gapiga kulib qo'yib, bir kitobni ilib berdi. Kitobning ismi Hoji Murod edi. Shuningdan keyin Ro'zaxonning ko'z oldida texmo kang bir dunyo ichildi. U kitobni qo'yniga selib olib, dam olgan chaqlarda etis qirida yetib o'qiydi. Ba'zida harva haydab, tog'ar yutib, ketib o'qiydi. Murod har qitim uyiga borsa, so'mkadagi kitoblarni almashtirib keladi. U qaytib kelgan hamon Ro'zaxon uning oldida paydo bo'ladi. U Murodni xushal qilish uchun yotoqda suv bo'lmasa, suv akiratdi, o'tin yerib, o't qalaydi, yotoqni tozalaydi. Murod yoki boshqa bolalarga do'kondan uni buni aklib beradi. Buning badliga kitobdan oldigan huzuri cheksiz edi.
to'g'raqliqdan chiqib baxmagan mahallasidagi boshlang'ich maktabning saviyasi o'zining ko'p farqlanmaydigan o'qituvchilari bilan oilasida bolalarga dindan saboq beradigan mollamdan boshqa ustoz ko'rib baxmagan bu yezi bolasi maktabda o'rganganlari bilan o'zligidan o'rganganlari tabiiy fanga oid bilimlari bilan siyosat, din, adabiyotga oid bilimlari va nihoyatda kuchlik asli saqlash, tushunish iqtidori asosida tashqi dunyo haqida o'ziga xos tushuncha turg'izgan edi. Bu tushunchalar nihoyat yuza, hatto go'daklarcha bo'lsa-mu, u turayotgan sharoit va uning yashiga nisbatan nihoyat dodilligi, tasavvurga boylik bilan intayin qimmatli edi. Roza Axun o'qigan kitoblarini Zumradga beradi. Zumrad to'liq adabiy kitoblarga qiziqadi. Yosh qizlarning kechirmishiga, muhabbatga oid bayonlarni bek berilib o'qiydi. O'ziga yaragan so'z, tasvirlarni, she'rlarni daftarga ko'chirib oladi. U hech kimga ko'rsatmay saqlaydigan xotirasiga munun qurlarni yozgan edi. Otabek Qutudarning ko'rsatishi bilan Qutudarning hovlisiga kirdi. Shu chog'da tasodifan nima ish bilandir mehmonxonadan chiqib kelguchi farishtaga ko'z tushdi. Kumushmo eriq bo'yiga kelib to'xtagan chaqqan yigitga ixtiyorsiz qarab qoldi. Ixtiyor emas, ixtiyordan tashqari har ikkisi bir necha vaqt bir-birining ko'zini elisholmadi. Oxirida Kumush nimanidir cho'chigandek bo'ldi. Yeniqlab bir harakat bilan o'zini ishkiri yo'lak tarafga oldi. Burilishdan uning orqa o'ngini qoplab olgan 40 ko'kollari do'lqinlanishdi. Kumush ishkiriga qarab yugurib ketib etib, yo'l ustida eriq bo'yida ketib turgan yigitga yana bir qarab qo'ydi va bu qarashda uningga yenikkina bir tabassum sovg'a qildi. Otabek bir necha minutgacha yerga mixlangandek ketib turdi-da, tarat elish uchun eriqning leviga o'tirdi. Ammo ko'zi go'zal yoshiringan yo'lakda edi. Taratni ilib bo'ldi, yana ko'zni shu tarafdan uzalmadi. Yuz ko'zni ertib bo'lgandan keyin yana o'rtirib to'xtab qoldi. Yoshiringan go'zal ikkinchi yenib ko'rinmadi. Zaynab qizidan ansirashga boshladi. U qiz bola turib o'zini yo'g'on kitoblarni o'qib yursa qanday bo'ladi? U kitoblarda nima ishlar yozilganligini kim biladi deb o'ylaydi. Bir qatim u Zumradning bir narsalarni ko'chirib yurgan daftarini tepib hajilab o'qib baqdi. Uningdagi so'zlarni to'liq tushunmasimi, ishiq muhabbat so'zlari ekanligini his qilib birdila qo'rqib ketdi. U cho'nglardan ayni yillarda to'g'raqliqda yuz bergan bir voqeani Zaynabxon ismli bir qiz bolaning kitob o'qib yurib chalma kesak qilinib o'lib qolg'ili tas qolganligini anglagan edi. Uningga ashundoq bir voqea endi o'z qizining beshiga kelish oldida turgandek bilindi. U hozirab o'midab Rustam ishlayotgan yerga yugurib bordi. Uni bir chetga tortib, "Voy esit, odam bo'lmay o'lsam-chu, mushu kunga qoldimmi endi" deb yig'lab, yonchiqdan heliqi daftarni chiqardi. Daftardagi xatlarni o'qib, dastlab Rustamning qapoqlari tushib ketdi. Keyin bora-bora ichildi. Oxirida onasiga qarab kulib, "Bunchalik qilib ketgudek ish emas ekan, ana. Singlim kitobdagi gaplarni ko'chirib olibdi shu" dedi. "Voy, sen undaq deganing bilan qiz bola degan ashundaq gaplarni yezib yursa bo'lamdi? Qaraganda uningga xiyol kirib qolgandek turdi. Birariga ko'ngli tushib qolganmidi ya? Biror gap so'zlar bo'lib qolsa, ne ot, ne nomus." Zaynab yana mishildab yig'lig'ili turdi. Rustam qopqinda turib, birdan turib ketib, "Mundaq bo'lsin, ana, uningga men gap qilib yurmay, o'zing chiroyliqcha nasihat qilib qo'y. Sen degan qiz bola, undaq kitoblarni ko'ma, kelsi kelmas gaplarni daftarga ko'chirma degan. Sen xotirjam bo'l, Zumra tex kichik, u sana gap tepib beradigan ishni qilmaydi. Kitobdagi gaplari boshqacha bilinib ko'chirib qo'ygan o'xshaydi." Rustamning gapi Zaynabni xeyli xotirjam qilib qo'ydi, ammo qizi gapning beshida uni cho'chitibdi. "Daftardagi gaplarga nima bo'ladi, ana? Senmi qiziqkansan? O'zing 14 yoshingda dadam bilan muhabbatlashib to'y qilib ekansan-ku, sen undaq gaplarni ko'chirib baxmaganmi?" Amaliyotda Zumrad ular o'ylagandek go'dak emas edi.
Sahrada qo'y-qola, ot-uloqlar orasida yashagan bolalar nurg'un ishlarni baldurlar bilib oladi. Uning ustiga dehqonlar etizda ishlab borgan oshqan eg'ir turmushdan ichi siqilgan chog'larda ayol o'tirsidagi ashu ishlarni noydi tabiiy ham qiziqarli qilib so'zlashib, kulki chaqchaq qilishib ish pushig'ini chiqaradi. Saharda kun chiqishdan burun etizga chiqib, qorong'i tushganda uyga qaytadigan bu kishilarning turmushida shuningdan boshqa qiziqarli ishmi yo'q edi. Shu sababdanmikin bu yurtda bir to'y qilgancha oxirgacha birga o'tadigan er-xotinlar oz uchraydi. Yigit, qizlar to'y qilishdan burun adab qoidadan chiqmay yursimi, to'y qilib bo'lgandan keyin arzimas ishlar uchunmi nikohdan ajrashaveradi. Her qitim suv qurilishi hoshirga borganda boshqa biri bilan tepishib qoladigan ishlar doim yuz beradi. Kishilar qum do'nglaridagi izlarga asosan kimlarningdir xufiyona uchrashib turganligini hikoya qilishadi. Lekin ular ishiq muhabbat to'g'risida ortiqcha o'ylanib, urib, chiroyli dabdabadagi so'zlarni qilishib yurmaydi. Biror yigit cho'ng bo'lib qizlarga ko'z tashlag'li turganda yoki biror qiz o'sib yetilib, rang tuzab, xuluq chiqarishga boshlaganda cho'nglar darhol to'yga tutish qiladi. Ba'zi qiz bolalarning yeshi qonunda belgilangan to'y qilish yeshiga yetmasa, qizning otasi yoki cho'ngroq qizlar yigit bilan ot arabasiga o'tirib, go'ngshidan xat ilishga berishadi. Go'ngshidagilar to'g'raqlikdagi qaysi qizning necha yoshga kirganligini, chiroyining qandoqligini bilmagandikin xatni kesib beraveradi. Qiz bilan yigit to'y oqshimi qilishadigan paranglarmi noit oddiy bo'ladi. To'g'raqlikda mushu odamlar orasida o'sib cho'ng bo'lgan Zumratmi ulardan ko'p farqlanmaydi. Ammo u bir kunlarda kitoblardan yosh qiz yigitlarning turmushi, chiroyi, o'y fikri, ko'nglidagi muhabbat tuyg'ulariga oid ajoyib go'zal, nozik tasvirlarni, go'ida intoyin fojialik, go'ida bekmu shirin muhabbat kechirmishlarini o'qig'inida ko'milib yotgan his tuyg'ulari birdilla urg'ib chiqqandek, muhabbatning qandoq go'zal va jalbkorligini, inson his tuyg'usining naqadar ajoyib va sirliqligini tushunib yetgandek, kitobdagi o'y fikr hissiyotlar o'znikiga aylanib ketayotgandek sezib, o'zichila yig'lag'usi kelib ketgan edi. Uning yumron qalbida tex muhabbat big' surib boqmagan edi. Ammo yeshining cho'ng bo'lishiga akshib, tog'i nozik, terikak bo'lib qolgan edi. Mana endi xiyolparast bo'lib qoldi. Uning yaxshi ish yoki yomon ishligini bilgili bo'lmaydi. Sahrada yashash peshonasiga putilgan Zumratning quruq xiyoliga berilmay, mushu yerliklardagi tabiiy ham oddiy yashig'ini yaxshiroq edi. Bu jihatdan olganda onasining ansirishini ortiqcha deb ketgilimi bo'lmaydi. Ammo Zumrat o'zining hayajonga solgan so'z jumla misralarni daftarga chiroyli qilib ko'chirib chiqqanini yomon ish deb hisoblamadi. Kishilarning uni gunoh, nomusliq ish deb o'yladiganligini xiyoliga keltirmagan edi. Chunki u deg'i shunchalik pok ham g'uborsiz edi. Ko'nglida boshqalardan yo'shirg'idek qilcha maxfiyatligi yoki gunohkorlik tuyg'usi yo'q edi. Shuningdan keyin Ro'zaxon singlisiga kitob bermaydigan bo'ldi. Lekin Zaynabmi uning o'g'illarimi Zumratning kundan kunga cho'ng bo'layotganligini, cho'ng bo'lgan sari ko'zlari yulduzdek chaqnab, mang'izlari qizirib, vujudiga to'lgan yoshlik nuridan ko'zning yig'ini-yigidek bo'lib ketayotganligini his qilishdi. Zaynabxon uningga kichik vaqtlarida namoz o'qishni o'rgatgan edi. Lekin ichida qizim texi kichik, o'g'il bir uy beshiga kelgancha chiqrab uxlab olsin deb o'ylab, uni saharda uyg'otishga ko'ngli unmay kelgan edi. Bu ishdan keyin u Zumratga, "Qizim, endi namozni boshlang", dedi. Zumratmi har kuni sahar qo'pib, onasi bilan birga bomdodni o'qiydigan bo'ldi. Shaharlik yigitlar o'zlarining bu chet yurtda qanday nozik o'zgarishlarni elib kelganligini sezmaydi. Sahralik bolalarning kiyim-kechigini o'zlarininkiga o'xshatib kiyishga intilayotganligini, ba'zilarining beshiga chosh qo'yib olganligini, qizlarning loyiq tanlashda g'ayratjondek bo'yi bo'lsa yoki qaysarjondek xushxuy bo'lsa, dilmuratdek eg'ir besiq bo'lsa deb o'lchab qo'yayotganligini,
Eğer boy çokallarının balam oğul bulup kalsa, etini G'ayratcan yoki Qaysarjan deb qo'yaman deyishayotganligini bilmaydi. Hayatning yoshlik bahor mezgiliga amdil qadam qo'ygan bu yigitlar o'zlariga tabiiy ustunlik tuyg'usi bilan qish yoz beshidan tumoq uchisidan paxtliq chopon tushmaydigan, yalang oyoq yuradigan bu kishilarni ko'zga ilmaydi. Ularning kiyinish, yurish turishi shaharliklarga o'xshamaydigan, chiroyi, put-qo'llari oftobda ko'yib qoridab, yerilib ketgan qiz cho'konlarga tutgan muomalasiga ich og'irtish, ustunlik va masxara aralashib ketgan edi. Lekin ular emgakka qatnashib uzoq o'tmayla o'zlarining ashu ayollarichilik ishlayolmaydiganligini his qilishdi. Lekin ular yana bu yerning emgakiga mushu odamlarla chidaydi ekan deyishib, o'zlarining ojizligini yoqmoqchi bo'lishdi. Ularning ojizligini Davud Qanay hammadan bek tushunatdi. Ularning qiz bolnigidek oppoq chiroyga, yumshoq qo'llariga, tuzuk emgak qilmay turibmi, ochliq normasini saq qila oladiganligiga, yana texi oq oshni dehqonlardan jiq yeydiganligiga, pat-patla uyga berib kelamiz deb haftalab oylab yo'q bo'lib ketishlarga hasad qiladi. Ularning ko'zchili oq tortib, Xudoyim bu dunyoni nimandaq tangsiz yoritibdiki, bizmi Xudoning bandisi turib, jafo bilan mehnatchilikka to'ralgan bo'lg'oymidiq deydi. Tag'arga o'g'it usqicha shaharlik yigitlarning tag'ariga qasdan chingdab jiq usatdi. Qiz cho'konlarning ko'zicha ularni masxar qilib tushirishga urinadi. Ammo ko'p qism dehqonlar ularning qanchalik ishlashi bilan hisoblashib ketmaydi. Bular hamon bu yerda turmaydi. Keyin shaharda ishlab qodir bo'ldi. Shaharlik degan mushunda haq. Bular bilan etishqanning foydasi yo'q. To'g'riqliq o'zimizning yurdi. Uning emgaki bizning peshonamizga bitilgan deb qaraydi. Shunga ularga eng yengil ishlarni taqsim qiladi. Emgaki chiqmasa surishtirib ketmaydi. Ularmi shaharlik yigitlarni o'z oldiga baholab, laqablarini qo'yib bo'lishgan edi. Dehqonlar shaharliklarda ko'mir qolmaydi. Ular atrofdagi quruq shox-shumba, chavar chatqal, samonlarni qalabmi osh etib, non yoqadi. Ziyoli yoshlar Dodiydan bergan quruq o'tinni guldirlatib qolib, ha desa o'tinsiz qoladi. Bir qatam Abdug'ani axun uchaylarni Dodiyning beg'iga boshlab chiqib, cho'ng bir o'rik ko'tigini ko'rsatib qo'ydi. Bugun ishqi chiqmay, mushuk ko'takni qo'lab chiqarib, yerib o'yinlarga to'shib olinglar dedi. Uchi bog'da tarlab pishib, bir kun emas, 3 kun ishladi. Ular ko'takni parchalayotganda Dodiyga norma oshliq olg'ili kelgan dehqonlarning hammasi tomosha ko'rgili keldi. Ularning o'tin yerishiga qarab, biri uni desa, biri buni deb shaharliklar toza tushunmaydigan, o'zlariga ma'lum bo'lgan chaqchaq, yapti gaplar bilan ularni rosa tarlatdi. Ular o'tin yerishiga chidab turolmaganlar, o'tin degani mundoq yomamdi deb paltini ilib, ko'taklarni parcha-parcha tal-tal qilib berib tashlab berishadi. Shu kuni shaharlik yigitlar tunji qitim rostilla qayta tarbiya olgandek bo'lishdi. Ular o'tinlarni uyiga to'shib bo'lganda, yerda nurg'un ushshaq yerindilar qoldi. Sal nerda daraxtlarning tuvini yemishtirayotgan Kerimaxon ularning yo'g'on o'tinlarni to'shib, ushshaq o'tinlarga parvo qilmay, kiyimlarini qiqib ketib qilishqiniga qarab, o'zicha beshini chayqab qo'ydi. Uning yashang'irab turadigan ko'zlarida norozilikmi, mansitmaslikmi o'xshab ketadigan bir ifoda aks etdi. Bog' ichi jimjit edi. Nerda to'g'rilar dallab yuradi. Kerimaxon bir tup o'rikka tayinib, hordiq ilib o'ltirib mugdab qoldi. U ko'zni ochganda engishib yerdagi ushshaq yerindilarni sevatga terayotgan Dilmuratni ko'rdi. Dilmurat o'tin parchalarini qoldirmay pokiz terib ilib mangdi. Kerimaxonning uyqusi birdila ichilib ketdi. U katmanga tayinib o'rnidan turib etib, mushu Dilmurat axunza bo'ldigan bola ekan deb g'uding'ishib qo'ydi. 22. bab. Turdi qari 18 yoshga kirdi. U eshak harvasi bilan qiq to'shib, qiz cho'konlar bilan o'ma o'rib, bog' bog'lab xamanda etisi ishlab yurib, bo'y tartib kelishgan yigitga aylandi. Uning bo'yi inchga, chabdas, burni qanşarliq,
emeklari so'zinchaq edi. Aptapda kuygan peshona va chekkalarni sog'ish qo'ng'ir ushshaq budur chashlar yepib turardi. Әмділа xat tartgan inchga buriti әgmesh qora qoshlari bilan moslashib chiroyiga yarashib turardi. Bo'libmi uning qo'yiq kirpiklari qiz bolalarning ichini kuydirardi. Sho'x cho'kallar tova, mavu mushtumdek seriq aslan qachonlarda bundoq chiroyli yigitga aylanib qolgandi deyishatdi. Rasida bo'lib qolgan qizlarmi buni ajab bururaq bayqamabdiq degandek yiroqdan o'g'irliqcha sinchilib qarishatdi. Zeynep yo'qsizlik va emgak mushaqqatini ko'p tortgan cho'ng o'g'lining xuddi tosh ostida qolgan maysining tosh kavaklariga yomishib ko'klab chiqqandek o'sib yediligiga ichidan xushal bo'lib, uni tezroq o'ylab kelin ko'rishning shirin xiyolini surishga boshlagan edi. Turdi qari kichikidan billa o'ynab, billa emgak qilib cho'ng bo'lgan Helimi gülni elishni xiyal qilib yuratdi. Bug'doy o'ng, mehri issiq, sal o'g'il bola mijaz Helimi gül Abdug'ini Axunning cho'ng qizi edi. U kichigidan ishqib pishqan, gapga gap kelganda hech kimdan yonmaydigan qiz bola edi. Turdi qari kichigida o'ruq, bo'yi pakar bo'lganlikdan etizliqda dehqonlar uni o'zidan 2 yosh kichik, to'g'riliq kelgan Helimi gül bilan chelishga salatdi. Dastlabki vaqtlarda Helmigul uni osonla yiqitib esvolatdi. Ayollar kulishib turdi qarini toza masxir qilatdi. Keyin turdi qari uni besib olgan bo'ldi. Helmigul mo shundan keyin turdi qari bilan chelishishga tushmaydigan bo'ldi. Yaqinqi 1-2 yildan buyon ular nimishqidir ilgirgidek ochiq yo'riq chaqchaqlashib yurmaydigan bo'lib qolgan edi. Turdi qari xuddi uningga o'chi bodak uning bilan to'la chiqishatdi. Tuyuqsiz o'ltirgan chaqlarda yoqsidan qurut, paqalarni selib qo'yib qo'rqitatdi. Odamjiq yerlarda bir amallar bilan uning diqqatini tortishga tirishatdi. Ammo Helmigul uningga zodi diqqat qilmaydi yoki uning qiliqlariga og'zini purishtirib bo'ldi qilatdi. Shundaq kunlarning birida Helmigulni Bug'ilchixonning o'g'il nevrasiga ilib berdigan degan gaplar chiqib qoldi. Turdi qari bu gapni anglab bir necha kungacha qo'ygan tutqunni bilolmay yurdi. U bir kuni boshqalar ishdan tushib bo'lganda bo'z yerda mollarga o't elayotgan Helmigulni izlab bordi. Helmigul yo'g'on bir tog'ar o'tni yutib qaytishga tamshilib turardi. U turdi qari bilan ko'zlari orqaliqlab salomlashdi. Aplab ololmayotgan katmanni ko'rsatib, tog'arning ustiga obdaroq joylashtirib berishni o'tindi. Turdi qari tog'arni uning dumbisidan ilib, "Birdam to'xtab tur, sang deydigan gapim bor" dedi. Helmigul burilib uningga hayronlik bilan qaradi. Tog'arni qo'yib turdi. Qarining orqasidan etiz qirg'i berib o'tirdi. U cho'g'da qizil gullik do'mpangni ko'nglak kiyib olgan edi. Cheklab chigib olgan yog'liqining oldidan qop-qora manglay chachlari chiqib turardi. Tom 2 o'rim chechi maydisida esilib turardi. U qo'lning dumbisi bilan peshona va burnining uchidagi tarlarni surtib etib, turdi qariga nima gaping bor edi degandek yana bir qarab qo'ydi. Deydigan gaplarni to'xtamay yodlab kelgan turdi qari birdilla gapini topolmay qoldi. O'zi bekor ovora bo'layotgandek, Helmigul uni masxir qilayotgandek bilinib, gapini unglab qilolmay chip-chip tarlab ketdi. Nima gapda shuncha bola? Zeynep, onamga biror narsa lozim bo'lib qopti-kanmi? Helmigulning parvo qilmay so'ragan savoli turdi qarining g'ururiga tegdi. U darhol o'zini tutib oldi. Yuzdagi tarlarni yeng bilan surtib etib, eg'iz ochqanda ovozning bo'g'iq ham yo'chun anglaganiga ichida hayron qoldi. Seni to'y qildi ekan deb angladim. Rostmi shu gap? Rost, nima bo'pti? Rost bo'lsa, kim bilan? Ashu ola ko'z bilanmi? Tuzi gap qila, hamma odam sendek chiroyli bo'lmaydi. Nima qilsan haqni satlab? Ola ko'z bo'lmay nimati u? Sana chiroyli ko'ringani bilan. Qandaq qilatding? Menga chiroyli ko'rindi shu. Undaq bo'lsa bo'pti demasa, Xudoyim baxtingni bersin. Turdi qari o'rnidan qo'pib mangdi. To'xtab tur, nima jaldiraysan? Men texi to'y qilishni o'ylashmadim.
Turdi qari ketayotgan yerida chippida to'xtab qoldi. Birdala og'zi quloqiga yetgudek hijib, "Men texi seni" deb duduqladi. Ola ko'zning uydagilar elchi kirgizib ekan, onam qizim to'y qilish yeshiga to'shmidi, qizimning to'y qilishiga texi necha ujmi pishqi bor deb yo'lga sapdi. Ular o'zlari Helimgulni o'g'limizga ilib berdigan bo'ldi deb gap tarqitib yuribdi. Manda degina emsa, onam odam kirgizib baqsinmi? Kalva dedim o sana, men texi kichik. Qiz lablarini domsaytib qiydiganda qildi. Undaq bo'lsa men seni cho'ng bo'lg'ich saqlayman. Biroq avval choy ichirib qo'ydigan ish bor-ku, shuni ado qilib turaylikmi? Hojat yo'q. Sen ola ko'zning orqasidan ketmaydigansan. Senla ching tursan, hech kimning orqasidan ketmayman. Gaping rosa? Rost. Lekin bu gapni hech kimga demaysan, debli qo'ysang gapimdan yenib olman. Turdi qari uningga yon tarafdan to'ymay qaradi. Nereden kelgan kuchkin birdilla qayrilib, uning beshini ikki qo'llab ching tutib olib, qizning hayronlikdan sal ichilib turgan to'liq, qip-qizil lavlarga ching besib so'ydi-da, xuddi meva o'g'irlagan kichik bola qo'rqib qochgandek o'rnidan turibla yuraklari dupildigan, qizargan holda mahalla tarafga yugurdi. Helimgul ko'z yumib ochqicha yuz bergan bu ishdan esi kelolmay, yuzi qip-qizil bo'lib esilg'inicha bir pas kangrab o'tirib qoldi. Keyin o'zicha uyatchanlik bilan kulimsirab, turdi qarining orqasidan qarab, "Kalva" deb pichirladi. Ittik atrofga qarab etib, chochlarini o'ngshab, yog'liqini boshqadan chigib, o'rnidan turdi. U tog'ardagi o'tni yutib, katmanni qo'ltiqqa qistirguncha mahalla tarafga mangdi. Bir necha qadam minib bo'lib yana bir qitim "Kalva" deb pichirlab qo'yib, ixtiyorsiz kulvatdi. Rustam bug'doy o'rib etib, tunigundan beri Dilmuratni ko'rmaganligini esiga oldi. U qo'shimizni sal turib o'ylanib qoldi. G'ayratchan nohiyada echilgan dojaydan o'g'inish ko'rgazmasida tushuntirguchi bo'lib ishlayotdi. Qaysar onasi og'rib qilib uyga ketgan. U Dilmuratning yolg'iz qolganligini bilsa-mu, o'ma boshlanib qolganlikdan yo'qlab borolmagan edi. U oldingi kuni Dilmuratning ayollar ishlayotgan etizlikda o'ma o'rayotganligini ko'rgan. Shundan keyin etizlikda ko'rinmadi. Issiqda o'rma o'rish eg'ir kelyapti yoki boshqa sabab bormi? Rustamning ko'zitishicha Dilmurat emgakdan qochadiganlardan emas. Ishni asroq qilsa-mu, dehqonlardek kechilab ishlamasa-mu, emgak chiqmay qolmaydi. Tushlik dam ilishda Rustam Dilmuratning yotiqiga bordi. Kerimoxon er-xotin texi emgakdan qaytmagan bo'lsa kerak, ishki teshidan zanjirliklik turadi. Ziyoli yoshlar turadigan uyning eshigi yem-yepaqliq edi. Odatda uyda odam bo'lsa, eshik yepilmaydiganligini esiga olgan Rustam gazet qog'ozi chaplangan panjaraning yeniga kelib, putining uchida sal ko'tarilib, gazet yirtig'idan uy ichiga qaradi. Yuqoridagi ikki karvatning o'rin ko'rpisi ratlik yig'ilgan holatda turadi. Panjara to'yidagi karvat Dilmuratning edi. Qaraganda u yotqandan sug'urilibla chiqib ketgan bo'lsa kerak, yotqanning bir uchi yerda turadi. Rustam burilib mangmoqchi bo'lib, birdilla eshik tarafda turgan bir pay oyoqni ko'rib qoldi. U Dilmuratning oyog'i edi. Uning qo'shimchasi yana sal-pal turildi. Ittik berib eshikni ittirdi. Eshikka ichidan bir narsa taqishayotgandek qiladi. Rustam eshikni kuchab ittirganda uy ichidan ingirgan ovoz anglangandek bo'ldi. Rustam cho'chib eshikning bir qanotini ittirib yechib, Dilmuratning eshik tubida yotganligini ko'rdi. Uy ichini kuchlik sesiq biroq qoplagan edi. Rustam bir amal qilib uyga kirib oldi. Dilmurat dum yotadi. Uning og'zining cho'risida yerda qusuqdek bir narsalar bor edi. Uning badani o'tda qizib ketgan edi. Rustam Dilmuratning beshini quchog'iga ilib, "Dilmurat aka" deb chaqirdi. Dilmurat ko'zini ocholmadi. Gaz bog'lab ketgan lavlarla bir nima demakchidek midirladi. Rustam Dilmuratni karvatga yotqizguncha ishtonlarining bulg'anib ketganligini ko'rdi. U darhol choydandan piyolaga qaynoq suv quyib, ilman qaynoq suvni qo'shiq bilan Dilmuratning og'ziga temitdi. Dilmurat qaynoq suvni osh ko'zlik bilan yutadi. U ko'zlarini lippidi ochdi,
Ammo Rustamni to'nimay, nimalarnidir deb jo'yilib, yana jim bo'lib ketdi. Rustamni birdilla qo'rqinish o'rvaldi. U to'xtamay uduldagi eshikka qaraydi. Ammo eshik texcha zanjirlaklik turadi. Issiqdan qo'qasda qizib ketgan to'plam yo'lda yoki Daduy atrofida birorma odam ko'rinmaydi. Uningga Dilmuratning chiroyi borgan sari o'likning chiroyiga o'xshab qelyotgandek ko'rindi. U ingishib Dilmuratning qo'lidan tortib, osonla yutib oldi. Eshikni puti bilan tepib qo'yib, yumaloq bozordagi shifoxonaga qarab chapdi. Dilmuratning taliga shifoxonada Gongshidan kelgan usta doktor bor edi. Gongshi doktor bilan yalang oyoq doktorlar birdilla jiddiylashib Dilmuratni qutqizishga kirishdi. Dilmuratning yinida o'ltirib mugdab qolgan Rustam cho'chib uyg'onganida yaqin yiroqdagi xo'rozlar bas-basda chilishyotdi. Osma o'kul shishidagi suyuqlik temib oz qolg'ashqa Dilmuratning ko'kirib ketgan chiroyi suzilishga boshlagan edi. Gongshidan kelgan doktor kirib uning yurak so'qishini tinglab, qopqini turib qaradi. Sestraga yana qandaqdir dorilarni qo'shishni taplab bo'lib, "Yo Alloh, oxir xatabni o'tib ketdi. Lekin qil qoldi ketib qolg'ili. Yelimi mushunchalik vaqtida elib ketdi. Yana bir soat kechikkan bo'lsa, yosh jiniga o'g'il bo'ldi ekan", dedi. Ondan Rustamdan "Bu kasal oqingiz bo'lamdi?" deb so'ragan edi. Rustam indamay beshini o'ngishdi. Sestra ayol darhalla "Yo'q, oqis emas. Bu kasal viloyatdan chiniqishga tushgan ziyoli yosh. Mau yetim bizning mushu yerlik Zaynabxon degan ayolning o'g'li", dedi. Viloyatdan kelgan, viloyatga kimning bolasidir? Dadasining eti nima ekan? Abbos deganda qilgan etini Dilmurat Abbos deb yozadi, deb javob berdi Rustam. Abbos shujining bolasimidir ya bu? Doktor cho'chigandek bo'lib, o'zicha g'udunshib Dilmuratning chiroyiga sinchilab qaradi. Chiroyi suzilib, qosh kirpiklari texim qo'yiqlashib qolgandek ko'ringan Dilmuratni kimgadir o'xshatgandek bo'ldi-yu, gap qilmadi. Rustam har kuni tushda etizdan yinibla onasi qochiq elib tayyorlab qo'ygan suyqash yoki shovgirishni elib Dilmuratni bir yo'qlab ketardi. Dilmurat 3 kun yetib karvatdan tushgandek bo'ldi. U zaharlanish xarakterlik oshqozon ucha yallig'iga kirib bo'lgan edi. Yaqindan beri normadagi bug'doy uni tugab ketganlikdan u har kuni degidek chambur selib umash etib ichiyotdi. Etizdan yinib qo'sqibak ichib ketganda qozonda eshib qolgan umashni ichivatdi. Issiq havoda echib qolgan umash uning jinini olg'ini tas qolgan edi. Dilmurat doktorning aralashishi, daduyliklarning qo'shilishishi bilan oilasida bir mezgil turib kelgan bo'ldi. Shuning bilan ziyoli yoshlarning yatiqimi taqilib qoldi. Kunlar o'tgancha Rustam bilan Ro'zaxon ularni kelib qolarmi deb 2 kunda bir ularning yotiqini yo'qlaydi. 9-oyda ziyoli yoshlar bir vaqtda degidek qaytib kelishdi. Hammasi xeyli samirib, paqirab qilishibdi. Ruhimi ko'tarilib qopdi. Shaharga hammadan to'liq qatiraydigan g'ayratchan degan bilan to'g'riqliqimi ko'nib qopdiq. Shaharda tursak bir nimamiz mushu yerda qolgandek xotirjam bo'la olmaydi ekanmiz degan edi. Qolganlarmi rost shundaq deyishib kulishdi. Bir necha kungacha ular ishqini to'liq chiqib turdi. Bir kuni kechga yaqin Rustam ularni yurtning bosh tarafidagi qumliqqa boshlab keldi. Bu egiz qum barxanlari qadimda bir uchrab turadigan odam to'rt atrofga qarab qandoqdir vahimaga tushib qoldigan haqiqiy qumliq edi. Qum do'nglari orasidagi rangsiz cho'l o'simliklarning tegidan yovu to'shqanlar part qilib qechib chiqishardi. Paqaroq dövilarda oftobga qoqinib yotgan kelarlar odamlarga tikilib qarayotgandek ko'rinadi. Oyog'iga qum to'shib qilib mang'almagan shaharlik bolalar oyoqlarini selib yerga dasab beqib, putiga tikkan kirib ketishdan qo'rqib yana yurginiga havas qilishdi. Rustam xuddi qumliq shaxsasizdek erkin, mag'rur qiyg'itib yuradi. Ko'rganlar birdan yugurib chiqib ketib, birdamla boshqa bir orliqdan paydo bo'ladi. Shaharlik yigitlar do'nglarga hozirab o'madab oran chiqadi. Chiqib bo'libla o'zlarini tashlab yotadi. Rustam ularni eng egiz ham hayvatlik qum barxini ustiga boshlab chiqdi.
ilgari mahalldagi bolalar bilan so'qish o'ynaganda u mushu cho'qqini hammadan burun egallab olib, hech kimni yaqin yo'l atmaydi. Bu uning cho'qqisi edi. U bu yerda osmonga qarab yotgan chog'larda o'zini kuchli sezib mag'rurlanadi. Dilmuratlarmı bu qum üstövisiga chiqib atrofga nazar tashlaganda o'zlarining hammadan egiz ekanligini sezib mag'rurlanishadi. Kun allaqachon petib ketgan edi. Sus gugum pardasi yeyilib kelyotdi. Osmonning g'arbida kashki shafaq cho'g'dek tavlanib, qorong'ulik borgan sari qo'yiqlashdi. Qumliqning ichkarisidan urilayotgan salqin shamol jonni huzurlantiradi. Qum tehi issiq edi. Qum dövsida osmonga qarab yotgan bolalar bepoyon osmon gumbizida son-sanoqsiz yulduzlarning bir-birlab charaqlab yonganini ko'rdi. Aşı yulduzlar ularning qalbidami behisob orzu arman ushqunlarini yontirgandek bo'ldi. Ular koinotning go'zalligidan sehrlanib, uning bilan bir jon, bir tan bo'lib ketgan ashu daqiqalarda kunlarning zerikarlik, istiqbolning tayinlisizligini va barliq g'am andishlarni unutdi. Bosh ustida, ko'z oldida, qo'l uchi, hatto oyoqlarda chaqnayotgan yulduzlar qandoqdir xiyoliy hur parilarning ko'zlariga o'xshaydi. Kechining qora liboslariga o'ralgan hur parilar ularga jilva qilib o'zlariga chaqiradi. G'urg'ur shamollardan so'yga yo'llaydi. 18 yoshlik yigitlarning yoshlik tuyg'ulari qumliqda yulduzlarning nuri ostida ana shunday uyg'onishga boshlagan edi. Ular cho'ng bo'lib qolgan edi. 11-oyda yuqoridan ishchi qabul qildiganlar keldi. Dadoy mas'ullari ziyoli yoshlar bilan ayrim-ayrim so'zlashib, uqtirish kutishni aytib ketib qilishdi. Birer oyga qolmay g'ayratchan bilan Qaysar ishchiligi qabul qilinib, to'g'riqlikdan ayrildi. Ular harvuga joylashib menib bo'lguncha dehqonlar orqa-orqadan kelib ularni uzatdi. Ketayotganlarning dehqonlarning yakka-yana qolgan Dilmuratga qarab ichi serildi. Biroq uningga yordam qilish ularning qo'lidan kelmaydi. Rustam Dilmuratning yotiqiga ko'chib bordi. Bir qishni ular birga o'tkazdi. Dilmurat nemishqidir shaharga qaytishni o'ylab ketmaydiganda qiladi. Atiyazda to'g'riqlikqa bir pikap keldi. Pikap Dadoy ishxonasi oldida bir pas to'xtab, keyin Etiz tarafga ketdi. Pikapning shoferi bilan o'ruq, egiz, oq yuzli kelgan Qodir Dilmuratni Etizlikdan izlab tepib, pikapga selib elib ketdi. Pikapning atrofiga olishib olgan kishilar nima ish bo'lganini anqirolmay qilishdi. Oq yuzli Qodir so'rg'anlarga ochiq chiroy bilan shaharda ozroq ish bor, ishni tugatib yana keldi dedi. Dilmurat ketgandan keyin kishilar Abdug'ani Axundan Dilmuratning viloyatdagi cho'ng bir boshliqning bolasi ekanligini, dadasi turmadan ozod qilinib, vazifasi asliga kelganlikdan o'g'li bilan ko'rishish uchun shaharga oldirib ketganligini bildi. Dehqonlar xuddi o'zlarining bolasi uchun xushal bo'lgandek xushal bo'lishib, har nima bo'lsa Dilmuratjonning ishi o'ng'i tortibdi deyishib ketishdi. Uzoq o'tmay Dilmurat qaytib keldi. Bu qitim to'g'riqlikda birer hafta turib, hammaylar bilan birga xo'shlashib, yana kelishga va'da qilib ketdi. Yo'lga chiqish oldida kitoblarni Ro'za Axunga berib etdi. Rustam bilan Ro'za Axun uning go'ngshig'icha o'sib bordi. Shu yili kuzda to'g'riqliklar Dilmuratning ishkiri o'lkadagi qaysi bir cho'ng shaharga o'qishga ketganligidan xabar tepishdi. Shu yili qishda Turdi qori bilan Helimigulning to'yi bo'ldi. To'ydan keyin Rustamning viloyatda ochilgan tarjimon yetishtirish kursiga o'qishga qabul qilinganligi to'g'risida uqtirish kelib qoldi. Dadoydagilar Rustamni Dilmuratning dadasi o'zi chaqirtibdi deyishatdi. Rustam tayyorlik qilib, bir hafta ichida yo'lga chiqib ketdi. Zaynab kelinlik bo'ldi, ammo bir o'g'li uchurum bo'lgan qushdak yiroq uchib ketdi. Rustamni kunda ko'rib turolmaydiganligidan uning ko'ngli yerim bo'lsa-mu, yezning jafosidan qutulganligini o'ylab xushal bo'lib qoladi. Abdug'ani Axun Rustamning talibi ekan, endi bu yerlarga kelmaydi. Abbos Shujining orqasida yurib boshqacha bir odam bo'lib ketadi. O'zim aql ho'shi joyida, xeli jigiri bor odam bo'lgan dedi. Rustam yo'lga chiqib ketgan kuni oqshimi Zaynabxon joynamozda har kundagidan uzoq o'tirdi. U bolalarning sog'-salomat cho'ng bo'layotganiga,
ikki o'g'lining qo'lidan chiqqaniga shukr deb Allohga tashakkur etdi. Ballarga osonlik baxt saodat tiladi. To'xti qari bilan xiyolan so'zlashib, hech kimga ting'il bo'lmaydigan qayg'u hasratlarini, xo'shallik va armonlarini izhor qildi. U 20 yoshida bu dunyoda yakigina qolgan edi. Cho'chirdak ballari uningga talmirib turadi. U yolg'iz giyohdek ojiz ayol 5 balaga ona ham dodi bo'ldi. U umrida ochlik va yo'qsizlikning dardini bek tortdi. So'ngak-so'ngakkiga o'tib ketgan bu dard uning yoshlik his-tuyg'ularini, barliq orzu istaklarini bo'g'ib o'ldirdi. Uni emgak qilishni bildigan, herib charchamaydigan, qayg'u hasrat chekmaydigan, itoatchan bir bandaga aylantirdi. U ba'zida o'zini atrofning uchisi ig'ir bo'lib ketgan, ishlab hormaydigan, undamaydigan, kollardan farqlanmaydigandek sezatdi. Ammo u qoldimmi bechora edi. Kolning ich og'ritib dumbisini silab, yig'irni yig'lab qo'ydigan boqquchilar bor edi. U og'rib qolsa-mu, bolalarni o'ylasila o'mlab qo'yib ketadi. Og'zidagini ilib bolalarga beradi. O'zi kiymay bolalarga yegizadi. Uning go'zal husni, ziboligi, ko'na, yirtiq kiyimlarda ochliq, bo'ron, oftob, judullarda qoldi. U hozir halovat atvarnishlarni unutib ketgan edi. Shunga kelinni oldiga kelib egilib turib, osh ichvasla ana deganda ho'diqib qoldi. Osh ichi yutib, u tartib yig'lab ketgili tas qoldi. Yilimi mushu kunlarni ko'rishga nasib qilgan Xudoga shukr. Mana Ro'za Axun bilan Zumratni tapdan cho'ng bo'lib qoldi. Ahmad to'liqsiz o'tir maktabga chiqdi. Zumratga helidan elchilar kelyotdi, ammo Zumratdan hech sada yo'q. Daxanga opir boqadigan ishmikin, u Ne'matning jiyan o'g'li ota bovisining qolgan hunarni tepib deb anglaganlarini eslab, ko'ngliga qandoqdir bir ishlarni pukdi.